Rang sistemasi o'zgardi, yangi sezonda endi yashash uchun kurash boshlandi. Endi siz ASCII saralanish missiyasini bajarib, koronadan ASCII o'tasiz. 4200 ochko yig'ganingizdan so'ng 3 ta karta yo Erangel yo Livik o'ynaysiz. Talablari Erangelda top 15 ga kirish kerak, Livikda top 8 ga. Agarda siz missiyani bajarishni boshlagan bo'lsangiz, siz komanda bilan o'ynay olmaysiz. Chunki saralash bosqichini faqat shu missiyani bajarayotganlar yokida asdan baland ranglilar o'ynay oladi. Ya'ni siz matchni boshladingiz, matchga tushgan hamma shu missiyani bajarayotgan bo'ladi. Bu esa yashashni anchagina qiyinlashtiradi. Misol uchun saralash matchlarini ikkitasidan o'tdingiz, uchinchisida esa top 8 ga kira olmadingiz. Bir marta sizga imkon beriladi. O'ynagan o'yiningiz davomida plyuslaringiz albatta qo'shilib boradi. Oldingi asli animatsiyasi bundan anchagina chiroyli edi. Shuncha mehnatga oddiygina animatsiya menga yoqmadi. O'zbekistondagi eng ishonchli akkaunt savdo xizmati mana profilimdagi aktualniyda turibdi. U yerda o'zingizga kerak akkauntlarni arzon narxlarda bemalol topasiz.